Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boludu balam, boludu. Ben sana ço hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup bire ya. Assalomu alaykum. Dilalet çöçeklerini yaqtirib anlab kelayotgan omoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz Adil Abdurahmon tog'a fanni hikoyalaridan Nomsiz barmoq degan hikoyani birlikda anglamdik. Amsa omoqlarimning quliqi banda bo'lsin. Hikoya Nomsiz barmoq. Kishilar har qitim doktorxonaga salomatligini tekshirib kelib borganda, hammadan bakrak azoblanadigan so'l qo'lining nomsiz barmog'i edi. Chunki doktor tekshirilgan qonni dal shu nomsiz barmoqni yig'mi bilan teshib oladi. Qon ilishdan yurak oldi bo'lib ketgan nomsiz barmoq dardini ichiga potqizolmay, oxir barmoqlarning aksi bosh barmoqqa yig'lab turib dard to'kishga boshlabdi. Bosh barmoq aka, endi hargiz doktorxonaga bormayman. Doktorlarchi meni kichikda bo'zaq qilib, yengini mong'ala sanjib mendan qon oldi ekan. Qo'sh keskin bo'lgan o'ng qo'ldagi nomsiz barmoqdan biror qitim qon yeb boqmadi. Mening bu tavsizlikka zotila chidug'chiligim qolmadi. Nomsiz barmoq shundoq debdi-da, ichidan bo'quldab yig'lab ketibdi. Nomsiz barmoqning bo'quldab yig'layotganligini ko'rgan ko'rsatkich barmoq bilan o'tira barmoq uni zangli qilib pixildab kulishib ketibdi. Nimaga kulusizlar? Kulgudek bir ish bo'ldimi? Bosh barmoq xafa bo'lib u ikkalanga qarab bo'lmayibdi. Yig'lama, ha, Kenjita, yig'lama. Doktorlarning sendan qon ilishi hargizmi seni bo'zaq qilgani emas. Debdi bosh barmoq nomsiz barmoqning parqirab turgan kichikina taqirvishini silab turib. Bo'zaq qilmagan bo'lsa, doktorlar nimishqa ko'rsatkich barmoq akam bilan o'tir barmoq akamlardan qon olmaydi. Nomsiz barmoq esa deb yig'lab turib, shundoq debdi. Ulardan qon olsa bo'lmaydi, chunki ularning tuzilishi seninkiga o'xshashmaydi. Sen o'zing kichik bo'lganing bilan tuzilishing alohida. Bosh barmoq nomsiz barmoqning taqirvishini mehribonlik bilan silg'ash oldirmay tushuntirishga boshlabdi. Odam badanida arteriya, vena qon tomiri degandek tomirlar bo'ladi. Bular har bir barmoqning uchida qildam qon tomirlar to'rini shakllantirib, biz barmoqlarni qon bilan ta'minlaydi, ham qonning yuqori-tuvan eqishiga kafolatlik qiladi. Ammo men bosh barmoq bilan chimchiloq barmoqdagi muskul piyni harakatlantiradigan siliqlar suyuqligi xaltisi nisbatan keng ham ayrim holda qo'l aloqalarigacha tarqalgan bo'lib, o'zaro tutashgan bo'ladi. Agar men bosh barmoq bilan chimchiloq barmoqdan qon elib, tasodifiy yuqumlanib qolsak, yolliq qo'l halqini va boshqa barmoqlarga yuqib, yomon oqibatni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'rsatkich barmoq bilan o'tira barmoq odamning iqtidor barmoqlari bo'lib, shiltilish fursati ko'p bo'lg'ashqa, qon elishga muvofiq kelmaydi. Nomsiz barmoqdagi siliqlar suyuqligi qo'l olqiniga oqmay, har qaysi o'z oldiga harakat qiladigan bo'lg'ashqa, odatda nomsiz barmoqdan qon elinadi. Bosh barmoq so'zlab dal mushiyaga kelganda, nomsiz barmoq o'zini besib ololmay, oldirab gap qistiribdi. Qonni doim mendan olg'icha o'ng qo'lning nomsiz barmoqidan oz bo'lmamdi. Men ya sizlarga o'gay bo'lmasam. Hey, gapimni obdan anglafqam, debdi bosh barmoq savarcharlik bilan tushuntirib. Odatda odamlar ko'proq o'ng qo'lni ishlatadi. Shunga doktorlar o'ng qo'lning faoliyatiga ta'sir yetkazmaslik uchun so'l qo'lning nomsiz barmog'idan qon ilishni eng muvofiq usul deb qaragan. Bosh barmoqning gaplarini anglagan boshqa barmoqlar hayron bo'lishib, bir-biriga qarashibdi. Kenjitay, o'zing kichik bo'lganing bilan ro'ling cho'ngjimi? Shunga insonlarning sog'lomligi uchun ozroq azob tortishni sharaf deb bilsang bo'ladi. Bosh barmoqning gaplarini anglagan nomsiz barmoq ko'nglida qayil bo'lib, so'qchaq taqirvishini asta langshitibdi.
Şuningdan tartib, u har qitim doktorxonaga borganda tishini tishlab turib doktorning qon elishiga moslashadigan bo'ldi. Boshqa barmoqlarmi uning botirligiga qoyil bo'lishib, holiga yetadigan bo'ldi. Umaqlarim, namus barmoqning olqisi bosh barmoq bizga yangi bir bilim o'rgatib qo'ydi-ya. Biz bu hikoyadan namus barmog'imizning intayin cho'ng rolining borligini bilib oldik-ku. Unda bo'lsa, biz bu hikoyani-chi dadimizga, opamizga, aka-hadlarimizga, ini-singlarimizga va do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Ularmi bizga o'xshash namus barmoqning qandoq cho'ng rolining borligini bilib olsin-da. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldur uxlanglar. Atumush vaqtda Dilala undidar salonda ko'rishaylik. Tatıq tushlar sizlarga amra bo'lsin.